O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida yoshlar yangi O'zbekiston kelajagi bunyodkori shiori ostida 2024-2025 o'quv yili bitiruvchilari uchun karyera kunlari tashkil etildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bitiruvchi yoshlarni ish bilan ta'minlash, talabgor tashkilotlar va muassasalar bilan kadrlarni o'zaro bog'lash o'ta muhim. Shu bois O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida bitiruvchi yoshlar va kadrlarga talabgor vazirliklar, korxonalar va muassasalar o'rtasida bevosita muloqotni ta'minlash maqsadida yoshlar yangi O'zbekiston kelajagi bunyodkori shiori ostida an'anaviy karyera kunlari tashkil etildi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamentidan kelganmiz. 7 ta bizda bo'sh joyimiz bor. Bitiruvchilarimiz kelib o'zlarining obyektivkalarini berib, o'zlari bilan suhbat jarayonlari o'tkazilyapti. Kelayotgan bitiruvchilarni biz yana suhbat asosida obyektivkalarini olamiz, ularni o'zlarini chaqirib, bular bilan yana maqsadli o'zimizni qabulimizni boshlaymiz. 100 dan ortiq hamkorlik memorandumi va shartnomalarga ega bo'lgan akademiya o'tkazgan karyera kuni tadbirida 70 ga yaqin davlat va nodavlat tashkilot vakillari ishtirok etdi. Ko'plab kompaniyalardan ish taklif qiluvchilar kelgan betga o'zlarini ish vakansiyalarini taqdim qilishyapti. Men ko'zim bilan ko'rdim, 20 ga yaqin shartnoma meni ko'z oldimda imzolandi. O'zimning kelajagim uchun ajoyib bir imkoniyatni qo'lga kiritdim bugun. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Motrudiy Xalqaro ilmiy-tadqiqot markaziga rahbarning kotibi lavozimiga loyiq deb topildim. Akademiyada olgan bilimlarimni Xudo xolasa mana shu ilmiy-tadqiqot markazida ko'rsatib, yana ham yaxshi natijalarga erishish maqsadini oldimga qo'ydim. 2024-2025 yilda 404 nafar yigit-qiz akademiyaning bakalavr va magistratura bosqichini tamomlamoqda. O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasida har yili o'tkazib kelinadigan karyera kunlari ushbu dargohning o'z bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash masalasiga jiddiy e'tibor qaratishidan darak beradi.